Do'stlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, kimsizlar? Qandaylar endi? Bizdan ko'pchilik so'rashdi, video qilmay qo'ydilaring, nima bo'ldi, tinchlikmi? Bizda hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Ishlayapmiz. Mana shu kafelxonada ishlarimizni tugatib oldik. Shitga unchalik e'tibor berilmaydi, sababi biz oldin qilmaganmiz. Qo'ldan kelgancha jigutlar chiroyli qilib qo'ydik. UPSlarni, o'rnlarni boshqatdan qilib, xullas ana shu kafelxonani to'g'irladik. O'zimga ham yangilik bo'ldi. Mana shu narsani birinchi marta o'zim olib qo'ydim. Mana sirkulyatsiyalarga mana bunaqa goflar ishlatib, bu metallitskiy, bu anaqa plastmassali emas, yelimda mana. Mana bu yerda yana bitta bor. Bularga qo'shimcha mana освещениyalar qo'yib qo'yganmiz. Bunda o'zida borligiga освещение qo'yilmadi. To'g'ri baho berib ko'rasizlar. Simlarimiz to'rttadan yurib kelgan, to'rttadan korib bo'lgan. Endi bu yerda shunda bekitib olamiz, olib qo'yiladigan qilib nima ishlab olamiz. Endi avval qilamiz ishi. Shunaqa gaplar do'stlar. Tinchlik, omonlik bo'lsin.